Salom do'stlar. Bugun ushbu videoda sizlarga cho'llarning eng kattasi bo'lgan Sahroi Kabir cho'li, ya'ni Afrika qit'asida joylashgan bo'lib, maydoni deyarli salkam AQSh va Xitoy hajmiga teng bo'lgan cho'l haqida ma'lumotlar beramiz. Demak, boshladik. Sahroi Kabir cho'li Afrika qit'asida joylashgan cho'l bo'lib, yer yuzidagi eng katta cho'l hisoblanadi. Maydoni 9.200.000 kilometr kvadratni tashkil etib, Afrika qit'asining 31% ga teng. Taqqoslasa taxminan Xitoy va AQSh maydoni hajmiga teng keladi. Cho'lning uzunligi 4800 kilometrni, eni esa 1800 kilometrni tashkil etadi. Sahroi Kabirning cho'lga aylanishi bir qancha 100.000 yillar davomida hududdagi kichik cho'llar va yaylovzorlar o'rtasidagi reaksiyalar sabab cho'l bo'lib qolgan. Hudud kelajakdagi 15.000-yilda yana yashil yaylovzorga aylanishi kutilyapti. Cho'l ushbu 10 ta davlat hududiga kiradi. Ular esa Jazoir, Chad, Misr, Libiya, Mali, Mavritaniya, Marokash, Niger, Sudan va Tunis davlatlari. Sahroi Kabir hududlari qattiq tuproqli toshlardan, qum yaproqzorlari va eng asosiysi 180 metr balandlikka ega bo'lgan qum tepaliklaridan tashkil topgan. Shuningdek, Sahroi Kabirda bir qancha tog'lar va vulqonli tog'lar ham mavjud. Masalan, Ayer tog'lari, Ahaggar tog'lari, Sahroi Atlas, Tibes tog'lari, Adrar des Iforas va Qizil dengiz tepaliklari. Sahroi Kabirdagi eng baland cho'qqi Tibesti tog' tizmalaridagi Emi-Kousi vulqon tog'i bo'lib, 3415 metrga teng va Chad davlatining shimoliy qismida joylashgan. Sahroi Kabirning markaziy hududlari juda quruq hududlar. Shimoliy va janubiy hududlar esa cho'llarga bog'lanib ketib, baland tepaliklar bo'ylab biroz yaylovzorlar va bo'ta daraxtlarga ega. Markaziy hudud esa bir qancha cho'llarga bo'linib ketgan va o'ta qurg'oq hududlar bo'lib, odatda bir necha yillab yomg'ir yog'maydi. Sahroi Kabirdagi eng muhim shaharlardan sanaydigan bo'lsak, Mavritaniya poytaxti Nouakchott, Jazoirdagi Tamanrasset, Ouragla, Bichar, Xassimissaud, Gardiya va El Ouyet shaharlari. Malidagi Timbuktu, Nigerdagi Adigas, Libiyadagi Gat va Chaddagi Fayalargiyo shaharlari ham mavjud. Sahroi Kabir cho'li issiq cho'l hududi bo'lib, osmon doim ochiq bo'lib turadi va quyosh nuri deyarli hamma joyida issiq nur sochadi. Cho'lning deyarli asosiy hududlariga bir yilda 3600 soatlik quyosh nuri tushadi. Sharqiy hududlari esa 4000 soatlik quyosh nuri sochiladi. Eng maksimal rekord esa 4300 soatlik quyosh nuri bir yilda Misrning yuqori hududlari va Vadi Halfa cho'lida sodir bo'lgan. Eng issiq oylarida o'rtacha yuqori temperatura 38 dan 40 darajani tashkil etadi. Rekord bo'yicha eng yuqori kunlik o'rtacha yuqori temperatura 48 Selsiy issiqlik Jazoirning Boye Bernaus cho'lida qayd etilgan. Cho'ldagi qumning va yerning temperaturasi issiqligini esa aytmasa ham bo'ladi. Kunduzgi vaqtda qum temperaturasi 80 gradus Selsiyga osonlik bilan erishadi. Hatto undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, kunduzi juda issiq bo'lgandan keyin so'ng kechasi sovuq bo'ladi degan gaplar hammasi uydirma. Kechqurungi temperatura 20 dan 36 Selsiy gradusgacha yuz beradi. Sahroi Kabirda qor yog'ishi deyarli yuz bermaydi. Yuz bergani ham 1979-yil fevralda va 2016-yil dekabrda Ayn Sefra shaharchasida qor yog'gan. Cho'lda jami 2800 ga yaqin o'simlik turlari uchraydi. Shularning chorak qismi noyobdir. Bir qancha tulki xillari ham mavjud bo'lib, jumladan Arpabodiyon tulkisi, kam rangli tulkisi va yirtqich tulkilar mavjud. Addax turli katta oq antilopasi esa salkam yil bo'ylab suv ichmasdan chidashi mumkin. Doskar oxusi esa suvsiz ko'p vaqt yura oladi. Sahro gepardlari esa Jazoirda, Nigerda, Malida va yana bir qancha joylarda yashaydi. Ushbu gepardlarning ba'zi turlari juda ehtiyotkor bo'lib, inson ko'rinishi bilan qochib qolishadi. Shuningdek, boshqa hayvonlar, jumladan kaltakesak,
qum ilonlari, kichik hajmli Afrika yovvoyi kuchuklari va qizil bo'yinli tuyaqushlar noyob bo'lib, faqat 14 davlatda mavjud. Qushlardan esa Afrika kumush qushi, qora yuzli olov qush va boshqalar mavjud. Mavritaniyada esa cho'l krokodillari mavjud. O'lim chayonlari deb atalgan chayonlar 10 sm chiqib, juda kuchli zaharga ega va har qanday o'smir odamni o'ldirishi mumkin. Shuningdek, sahroda sahro kumush chumolisi deb nomlangan chumoli ham noyob bo'lib, juda issiq iqlim natijasida uncha ko'p uchramaydi. Tuyalar va echkilar esa sahroyi kabrda xonaklashtiriladigan hayvonlardan hisoblanadi. Shunday qilib, videomiz agar sizga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.